Nimadir bo'ldimi? Ushla. Soyaboning yo'qmi? Nega edi? Yoki senga sotib olib berishimni istaysanmi? Yaxshi. Uni nazarda tutmadim. Unda nima? Sen menga qulday munosabatda bo'lib o'zingni ishingni qildiryapsan. Xo'sh, nimani nazarda tutganding unda? Bilaman, men xizmatchiman. Seni hamma aytganlaringni qilishga majbur bo'lgan xizmatchiman xolos. Shu bir hafta ichida meni qiynab tashlading. Boshqalar seni ustingdan kulishi qanchalik og'ir ekanini bilmaysan. Ular ham xuddi senda edi. Bilaman, men juda ham xunukman. Nega doim odamlar menga ozor berishadi? Mana nima uchun men pardoz qilishni va yoqimtoy ko'rinishni o'rgandim. Sababi men xunukman. Yangi maktabga o'tishim bilan og'aysa seni qo'lingga tushdim. Kechasi esa sen sirimni aytib qo'ymasliging uchun uxlolmay chiqaman. Va har kuni sen beradigan vazifalar bilan u yoq-bu yoqqa yuguraman. Men o'zimni qanday his qilayotganimni bilasanmi? Seni ham hammadan yashiradigan siring bormi?